Salom. Bugun korzinkada mana shunaqa Yakobsni har xilini ko'rib qoldik. Emina Milka bilan mana kollaboratsiya qilgan ekan. Bu kapuchinani boshqacha qaranglar, etiketkalari ham boshqacha qilishgan ekan. Men nimagadir Yakobsni rosa yaxshi ko'raman. Emina mana shu firmani. Endi Milka li kapuchinani ichib ko'ramiz birga. Mana qaranglar, qancha chiqdi. Endi esa buni Yakobsni Milka shokoladlini ichib ko'ramiz. Shunda shokoladni hidi kelib turibdi bilsanglar agar. Men ozgina sovutdim, o'shaning uchun bemalol icha olaman. Bismillahirrohmanirrohim. Menga yoqdi. Shokolad, kichkina shokolad, Milka shokoladlari ham bor ekan. Qanaqada. Buni hozir sovuq, hali hech kimga atapleniya bermagan, mazza qilib ichib olasizlar. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha.